Va do'stim, hormang endi. Nechta molga moslashgan? Mana arig'i nimaga do'stim? Quruq holatda tursam mollari oyog'i og'rimaydi, yaxshi turardi. Suv beradigan mana sharoitlari qilib qo'ygan. Endi biz bo'lmasak uydagilar ham qaraveradi-da bularga. O'zi nech pulli o'sha buqalar endi? Kattasi hozir nech pulli bozorda? Birinchi ichidagi parazitlarni yo'qotish kerak. Sidiklarga alohida yami qilganmiz. Bir ko'rsatib berasizmi? Mana yurang. Chorvangiz uchun yem tayyorlashda ko'p vaqt sarflayapsizmi? Unga biz yechimni topib qo'ydik. Bunda sizga Choose Master yordamga keladi. Bu drabilkamizda ho'l quruq hashaklaringizni 1 sm dan 10 sm maydalash mumkin. Makka bug'doy arpalaringizni yem holatda keltirish mumkin. Dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'yicha xonadoningizgacha yetkazib beramiz, mutlaq tekin. Mahsulotimiz qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Choose Master va Drabilka o'z obunachilari. Xudo xolasa bugun biz bir do'stimizni yangi uchastkalarda qilingan molxonalarga keldik. 7 ta mol boqayotgan do'stimiz. O'sha 7 ta mol orqasidan moshlar olishyapti, uy-joylarni chiroyli, ya'ni sharoitlarni zo'r qilyapti. Xudo xolasa molxonalariga hozir yangicha zo'r yangilik qilib qo'ygan, ya'ni mollarning siydigini o'sha kanalizatsiyaga to'g'rilab qo'ygan. Buni ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Va do'stim, hormang endi. Keling o'shno. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Tejmozingiz? Keling. Bir ko'rib ketaylik kelyapman-da. Molxonangizda yangi joylar qolibsiz. Qutlug' bo'lsin endi. Rahmat. Qani kelingchi. Xudo xolasa, bet yangi endi. Yangi uchastkamiz masjidga bir molxona qilaylik deb mana qildik. Dehqonchilik qildingizmi? Ha, bag'da kartochkalar ekib. Ekan bo'lmang. Endi bir yangilik qo'ydim molxonaga deganingizga bir Ha, shu sidik masalasi qiynab urardim, shu sidikka chiroyli qilib joylari qilib molxonaga. Nechta buqa boqyapsiz endi? Hozircha bir 7 ta da. 7 ta. O, hammasi katta-katta ekan-a? Ha. Barakatini bersin. Do'stim, molxonani zo'r quribsiz, gap yo'q. Hozir bu nechta molga jo'ma bo'lganlik qilingan, moslashgan? 9 ta molga joylashgan. Ha, 9 ta. Bular razmerlari necha bo'ladi oraliq? 1.20, 1.30 gacha bu. Buni taglarini styash qilgan ekansiz. Ha, styashga qilib, sidiga ketadigan qilib bir-biri tozalash ham qulay bo'ladi. Ha, tozalash ham qulayroq. Xo'p, mana arig'i nimaga do'stim? Bu sidik oqib ketishiga. Keyin go'ng olish ham sal osonroq. Ha, sidigi o'zi oqib ketaveradi. Tagi quruq holatda bo'ladi. Ha, quruq holatda turadi. O'zi tagi quruq holat bo'lish kerakmi molni yo'q, lekin o'sha ko'p joylarda ko'ramizda, o'sha ichida o'sha axlatlar ham turadi-da. Quruq holatda tursam mollari oyog'i og'rimaydi, yaxshi turardi. Ham toza holatda semiradi. Xo'p, buni yemishlari nima holatda beryapsiz? Yemishlari shu bir 3 xil hashak beraman mana. Somon berar ekansiz. Somon, yeryong'oqpoya, beda beraman. Sulasam berasizmi? Ha, sulasam beraman. Sulas berasiz. O'sha yemlarga nima ratsion holatda berasizmi yo shu bir xil holatda yem bor, mana chuluq bor, kunjara bor, makka uni bor, bug'doy uni bor. Kepa bor. Ha, necha mahal berasiz bunga? 2 mahal somon, 2 mahal endi. Ha. Xo'p, buni suvlari ham o'zi aliklari bormi, joylari bormi yo alohida qariladimi? Yo'q, suv beradigan mana sharoitlari qilib qo'ygan. Endi biz bo'lmasak uydagilar ham qaraveradi-da bularga. Suv berish mana sharoitlari bor. Mana bunday qilib beraveramiz. Zo'r qo'yilgan ekan. Muzdan toza suv ichar ekanda? Ha, muzdan endi kunlar issiq bo'ldi, 3 mahal, 4 mahal suv berib turamiz hozir. Bular hozir bitta olganda bir kunda olinganmi yo alohida har hafta tanlab olinganmi? Haftada 2 ta olib turganda endi bitta terib olgan mollar. Hozir bular necha oylik, necha oydan o'zingiz boqasiz? Olganingizga necha oy bo'lgan? 1 oy bo'ldi, yaqinda oldik. O'zi necha oy boqasiz? Eng ko'p boqqaningiz? 6 oy, 5 oygacha boqib turamiz. O'zi ozgina semirgan shunaqasini olasizda. Ha, yemga tayyorog'ini olamiz. Bas, o'zi necha pulli o'sha buqalar endi? Kattasi hozir necha pulli bozorda? Bozorda necha pullik olgansiz? 30 milliongacha olgan mollar. Mana shular kichkinasi ham 25 milliondan olgan mollar. Hozir endi buni 4 oy, 5 oy boqib turib sotasizmi? Ha, 4 oy, 5 oy boqib sotaman. Endi semirsa, o'zi ko'nglingizdagidek zo'r bo'lsa, o'sha tarozi bosadigan, zo'r bo'lsa keyin sotasizda. Shunaqa. Qancha foyda beradi endi bular? Endi baribir hisoblab ko'rgansiz-ku. Oyiga bittasi 1 million yeydi.
Ha, yeydi. Ha, Foydasi ham o'shanga yarasha bo'ladi. ha, endi foydasi ham bo'ladi. 1 million 200 minggacha olganmiz foydasini bittasidan. Bir oyga shunaqa foyda beradi. Bir oyga 1 million yesa, 1 million 200 ming shu foyda qoladi. Shu bozorda buqalari qaysi holatda ko'rib turib, qaysi chiroyli holatda bo'lsa sotib olasiz. Mollari endi shu ko'rinishi yaxshi bo'lsa, oyoq, qo'llari butun bo'lsa, shunga qarab olamiz. Biz boqamiz shunga. Bu mollari o'sim zotiga qarab turib olish kerakmi yo o'zing xasaka mollar ham bor-ku? Endi ozgina zotiga qarasak ham yaxshi. Semirishi jihatlari yaxshi bo'ladi. Zotlisini. Ha, zotlisini. Zotlisini tavsiya qilasiz. Ha. O'zi mol boqadiganlar bor, alohida endi molga qiziqadiganlar bor, lekin o'sha narsani qilishga qo'rqayotganlarga tavsiya qilasizmi yo'qmi? Tavsiya qilaman, yaxshi, chorvada baraka bor. Mana yoshligimizdan boqib turamiz, yaxshi, chorvada baraka bor. Baraka bor-a? Necha yoshingizdan mol boqasiz o'zingiz? Shu yoshligimdan uyda bor-da. Uyda bor. Ko'rib katta bo'lgansiz. Ha, ko'rib katta bo'lib. Do'stim, shu birinchi olgan molingiz, shu yoshligingizda birinchi olgan molingiz necha yoshda edingiz o'zingiz? 7-8-sinfda o'zim borib bozordan olgan molim edi. Ha, mustaqil shu qiziqqan holatda. Xo'p, endi shuncha yildan beri mol boqar ekansiz. Ha, boqasiz, bilamiz. Xo'p, bozordan olingan mollarni shu vaksinalarga qarshi emlash kerakmi yo'qmi? Emlash kerak. Birinchi shu emlash kerak. Vaksinalarni vaqtida qilish kerak. Chunki kasalliklardan asraydi. Ha, to'g'ri. Shu semirishiga ham foyda beradimi? Semirishga albatta foyda beradi. Birinchi ichidagi parazitlarni yo'qotish kerak. Keyin Shunga qarab semirib ketadi. Xo'p, do'stim, buni muallilarni, hashaklarini shu pressi butun holatda berasizmi yo qo'lda maydalab beryapsizmi? Oldin 5 yil, 6 yil oldin butun berardim. Hozir mana drabilkalar rivojlanib, o'z drabilka olib, drabilkada maydalab beryapmiz. Ha, maydalagan holatda beryapsiz, o'shani mushqort ham chiqarmaydi. Yo'q, mana ko'ryapsiz-ku, mushqortlari ham yo'q. Xo'p, don mahsulotlarini o'sha hozir aytib o'tdingiz, makkani uni, o'sha bug'doy uni dedingiz-ku, o'shalarni ham o'sha drabilkada chiqarib beryapsizmi? Ha, drabilkada Yo tegirmonga olib borib, o'sha biroz sotib beryapsizmi? Yo'q, drabilkada o'zimiz chiqaryapmiz uyda, bog'da. O'sha nimaiki hashaklaringiz bo'lsa, yo don mahsulotingiz bo'lsa, o'sha drabilkada chiqarib o'z ehtiyojingiz uchun yetyapti. Ha, shunaqa. Drabilkani tavsiya qilasizmi? Ha, ko'pchilikka tavsiya qilaman. Drabilka yaxshi ekan. Oldin drabilka yo'qligida rosa mushqot ko'p chiqardi. Hozir unaqa mushqot chiqmayapti. Shu drabilkani olib hashaklari maydalab mana beryapmiz, mushqot ham yo'q. Do'stim, o'sha videoni boshida aytdim, do'stim o'sha mollari CDga alohida yama qilganlar dedim. O'shani bir ko'rsatingki, mana bu axlatlarni nima qilyapsiz? Axlatlari mana yonimizda uchastka bor. Hozir sharoit sal yangi uchastkalikka shu qo'shnimizga tashab turibdi. CDlarga alohida yama qilganmiz. Bir ko'rsatib berasizmi? Mana yurang. Mana do'stim. Oho. Shu yangi yama. Bu necha metr bu? Bu 4 metr uzunligi. Endi 1,5 ga 1,5. 1,5 ga 1,5. Hop, bunda to'planadimi o'zi? Ha, siydik tushadi, keyin mashina kelib tortib ketadi. Shunga moslab sharoit qilgan. Buni ustini yopasizmi? Ha, yopamiz ustini. O'shanda hidi ham chiqmaydi. Yo'q, hidi ham chiqmaydi. Hop, bu yangi ekan, bunga hali qilinmagan. Shu paytgacha nimadirga qilingan, boshqa bormidi, ya'ni? Oldin qilingan, mana bu eskisi bor, mana yerda mana. U 2 oy, 3 oyda yo'q to'lib qolaverardi. Ha, kichkina bo'lgan. Ha, kichkina bo'lgan. O'shaning uchun buni kattalashtirdingiz. Bundan siz uni tortib ketardimi undan, kichkinasidan? Yo'q, uni torta olmasdi. Endi bunga zamonaviy qilib, mana shuni tortadigan qilib qo'ydik. Gap yo'q. Uyda bo'lsa ham o'sha kichkina hozir necha sut ketdi? 3 askangiz? 8 sotik. Ha, bemalol mol boqsa bo'laverar ekan. Ha, bo'ladi. 8 sotikka. Endi biz ham yangi qurgan molxona mana hozircha 7 ta qilib turibmiz. Gap yo'q. Tepasida 2 qavatli ekan, tepasida nima bor? Tepasida hashak bor. Shu hashaklar tepada turadi. Ha, tepada turadi. Tepadan o'sha maydalangan holatda sho'rtirib berasiz. Molda o'sha qiziqayotgan akalar, ukalar bo'ladi-ku. O'sha birinchi o'sha olgandan keyin, bozordan olgandan keyin yaxshi semirish uchun, zo'r o'zgarish uchun nima qilish kerak? Birinchi vaksinalarni qilish kerak. Keyin bozordan olayotganda yaxshi sifatli mollar oyog'iga qarab olish kerak. O'shanda ham vaksina qilish kerak va uy sharoiti ham zo'r bo'lishi kerak. Vaqtida hashaklarni, vaqtida yemlarni berilsa, o'sha siz aytgandek o'zi xohlagandek zo'r o'zgaradi.
Hamma narsani vaqtida qarasa yaxshi bo'ladi. Ertalab bir marta qarab, ertasiga yana bir marta qarasa u bo'lmaydi. Bir kunda 3 mahal qaraladi. Baribir o'shanga foyda olish uchun mehr berish kerak-da, baribir. Mehr berish kerak. Mehr berish kerak. O'sha yemlaringizni siz ratsion holatda berasizmi yo bir kun bunisidan, bir kun bunisidan? Yo'q, ratsion holatda beraman yemlar. Hammasini aralashtirgan holatda berasiz. Hozir zo'r molga o'sha zo'r o'zgartiradigan yemni qaysini siz shuncha yildan buyon boqqansiz? Qaysini siz effekti zo'r berilgan tavsiya qilasiz yurtdoshlarimizga? Yem mahsulotini. Yem mahsulotini endi kunjara, kepalari berish kerak. Bug'doy, arpalari berish kerak. Yemlarda hozir tanlash huquqimiz ko'p. Hozir yemlarda ko'p narsalar chiqib ketgan. Shu 6 xil, 7 xil narsalarni aralashtirib beramiz. O'sha vitamin ham zo'r bo'ladi-da. Ha, vitaminlari beramiz. Xo'p, o'shanda siz bozorga borgandan keyin o'zini tik holatida sotasizmi yo taroziga? Hozir tarozi ham chiqqan ekan-ku. Bozorda taroziga olib yo qassobga borgandan keyin so'yib berasizmi? Biz endi 6 oy, 7 oy boqamiz, so'yib ber desa ham so'yib beraveramiz, tirik holatda tortib ber desa ham tortib beraveramiz. Chunki boqqan o'sha molingizga siz ishonasizki, Ishonaman. kilosini ham bilasiz-a, o'zingiz. Endi shuncha yildan buyon yoshlikdan boqib yuramiz, sal-pal bilamiz. ozgina Ha. gap yo'q. Molni orqasidan, ya'ni chorvani orqasidan millioner bo'lib ketsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hozir o'sha bitta molxona, ozgina kichkinagina shuna sizga o'xshagan ixchamgina molxona qilib turib, o'sha ichiga mollarni qo'yish uchun qancha pul bilan boshlasa bo'ladi? Endi qancha pul bilan boshlasa, 10 million bilan boshlasa bo'ladi. Holatiga qarab 10 million, 20 millionga ham olib mol boqib boqsa bo'ladi. Hozir aynan shu strednisi o'sha olgandan keyin, yem mahsulotini berilgandan keyin sразу o'sha semirishni boshlaydigan holatdagi mollarimiz hozir bozorda nech pul? 20 million, 25 million orasida. O'sha holatda olinsa, kamida o'sha 100 million so'm pullari bo'lsa, 20 million so'mlikdan 5 ta olinsa, o'sha yem mahsulotini yaxshi holatda berilsa, sразу plyusga yuradi. Plyusga yuradi. Hozirgi yoshlarimiz ko'proq o'sha aydik, ya'ni internet sohasiga qiziqishyapti-da, chorva sohasida foyda yo'q degan fikr bor baribir ko'p yurtdoshlarimizda. O'shaning uchun siz nima deysiz? O'sha chorvani orqasidan xo'p, uy-joyingizni yaxshi qilgansiz, mashina olgansiz, sharoitlaringiz yaxshi. Bilamiz, sharoitingiz yaxshi. O'shaning uchun chorva sohasiga tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Chorvadan hech kim ziyon qilmagan, faqat baraka topgan. Nechta odamlar mana chorvani orqasidan mashinalari olyapti, uylari qilyapti. Tavsiya qilasiz? Tavsiya qilaman albatta. Chorvadan foyda yo'q degan akalarimiz uchun mana uyda ham kichkinagina mol ferma qilib, o'sha yaxshi millionlar topsa bo'lar ekan. Bundan keyingi videolarimizda nimalarni olib chiqaylik va nimalar fikrlaringiz bo'lsa, pastda kommentariyada qoldirsangiz, biz xudo xolasa inobatga olgan holatda chiroyli kontentlar qilib boramiz. Videoni chetgacha ko'rgan yurtdoshlarimizdan rahmat. Bitta like bosib qo'yasiz. Do'stim, rahmat sizga ham. Rahmat do'stlar.